Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, arabaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigingiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolma, indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Tugalma, erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% chegirma bo'lyapti. Ana shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri Marabu aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdimmi eshitmaydi-da. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zim chiq. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga ketmasa, qarang.